Barchaga assalomu alaykum. Bugun yana sizlar bilan aldoqchini top shousi. Bugun qizlar yigitlarni aldashadi, yigitlar esa qizlardagi bitta aldoqchini topishadi. Ko'rsatuv davomida 5 ta ishtirokchi bilan yaqindan tanishamiz. Har biri o'zi haqida batafsil ma'lumot beradi, ammo ulardan biri yolg'on gapiradi. Demak, birgalikda aldoqchini topamiz. Ismim Ziyodulla, Farg'ona viloyati, 19 yoshman. Hozirda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti 1-kurs talabasiman va Topex texnikumida SAT teacher bo'lib ishlayman. Oylik daromadim 5-6 million. Bugun aldoqchi qizlar topishga harakat qilamiz, lekin topishimga ishonaman. Ismim Asrorbek, Farg'ona viloyatida Beshariq tumanidanman. Hozirda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 1-kurs talabasiman va yoshim 19 da. Oylik daromadim yo'q. Hozirda hech qayerda ishlayman, faqat o'qiyman. Bo'lajak turmush o'rtog'im qanday kasbda ishlashi muhim emas. Muhimi idealimdagi qiz bo'lsa bo'ldi. Ismim Sarabek Hakimjonov, yoshim 22 yoshda. Diplomatiya universitetida o'qiyman, 1-kursman. Bo'yicha turmush o'rtog'imni ishlatmayman, to'g'risini aytsam, uyda o'tirish kerak, avvalambor. Ota-onam duolarini olib, ota-onamga qarab, o'zim to'ylarga chiqaman, syomkalarga chiqaman, kuniga 1 million, 2 million olib kelaman uyga. Ismim Shahzod, familiya Muzrabov, Navoiy viloyati, Xatish tumanidaman. 25 yoshman. Haydovchiman. Yuk mashinasini haydayman. Oylik daromad shu 10-12 million atrofida. Ismim Oybek, yoshim 29 da, Toshkent shahridanman. Hozirda ishlayman. Qurilish sohasida uy loyihalashtirish bo'yicha ishlayman. Oylik daromadim 10 milliondan oshadi. Bo'lajak turmush o'rtog'im qaysi kasbdaligi juda muhim, kasbiga qarab ishlatishi mumkin. Aldoqchini topishga harakat qilaman. Endi jamoa bilan birgalashib topishga harakat qilamiz. Topamiz degan umiddaman. Qizlar, sizlarni bugun himoya qiladigan nozanin yo'q. O'ylaymanki, baribir sizlar aldashni eplay olasizlar. Yigitlar tayyormisizlar? Tayyor. Qizlar tayyormisizlar? Tayyormiz. Demak, birinchi shartni boshlaymiz. Birinchi shart: kim necha yoshda, qayerdan va nima uchun unga aynan shunday ism qo'yishgan? Bu haqida hoziroq bilib olamiz. Ismim Ziyora, Toshkentboyeva, Namanganlikman. Xarakterim vaqti kelsa sho'x, vaqti kelsa egoist. Yaxshi. Yoshi? Yoshim 21 da. Ikroma Mohinur, 18 yoshdaman. Toshkent viloyati Ohangarondanman. Xarakterimga keladigan bo'lsa, vaqti kelsa sho'xman, o'rtoqlarim kam, o'zimni ko'proq o'ylayman. O'zimni yaxshi ko'raman. Men Shahrizoda, Jizzax viloyati, Jizzax shahridanman. Yoshim 21 yoshda. Xarakterim hamma bilan tez chiqishib ketadigan-da. Demak, quvnoq. Ismim Dilnora, yoshim 20 da, Samarqand shahridanman. Xarakterim haqida gapiradigan bo'lsam, og'ir bosiq